Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan shu somsani retsepti bilan bo'lishmoqchiman. Bu somsamani daromadga chiqishimga sababchi bo'lgan. Buning uchun bizga kerak bo'ladi sut, margarin, tuxum, tuz, droji. Hammasini aralashtirib, qattiqqina xamir qurib olamiz. To'liq retseptini video tagida yozib qoldiraman. Zuvalamiz tingandan keyin uni 6 bo'lakka bo'lib, yaxshilab tindirib olamiz. Xamiringlar qancha ko'p tinsa, shuncha tez va chiroyli yoyiladi. 1 qoshiq unga 1 qoshiq kraxmalni aralashtirib, xamirlarimizni dum-dumaloq qilib yoyib olamiz. Va xona haroratida erib turgan margarinimizni chiroyli qilib surib olamiz. Xamirlarimizni ustma-ust taxlab, zich qilib o'rab olamiz. Va uni ikkiga bo'lib, chiroyli qilib strech qilib muzlatgichga jo'natamiz. Xamirimiz muzlaguncha nachinkamizni tayyorlab olamiz. Xamirimizni shunaqa bo'laklarga bo'lib olamiz. Bu xamirning fishkasi juvada yoyilmaydi, u qo'l yordamida yoyiladi. Bu somsani qilish uchun odamga sabr kerak. Xamirimizni yoyib orasiga nachinkani solib, o'zimizni oddiy dumaloq somsadagi tugib olamiz. Mana somsalarimiz ham tayyor. Sizlar ham buni albatta tayyorlab, iftorlik uchun yaqinlaringlarni xursand qilib duolarini olinglar.